Assalamu alaikum. Hurmatly bizning qatnashchilar, Pamir to'nin ko'rsizlar, amazsizlarmi? Bugun 16 noyabr 2025 tumanlar. Özgün qo'ychilik bozordamiz tumanlar. Hozir qo'ziqo'chqorlarda, qo'ylarda chaqaldir bir sutga harakat qilamiz. Kanal qatorliklar qatnalib, like-dan bosib, videoni ko'rishib qo'yamiz tumanlar. O, qo'ylarda qanchadan deyotasiz? 20dan. 20dan qancha tish bular o? 4 tish var. 4 tish, 6 tish qo'ylar ekan 20 mingdan deydi. Ondan qo'ylarni ko'ringizlar. Qo'ylarimiz o? Bularda 20 dan, ha? 4 tish mi bularda? 2 tish, 6 tish. 2 tish, 6 tish qo'ylar ekan. Onlar mı? Bularda 20 mingdan deydi. O qo'ylarda qanchadan dedingiz? 16,5 mi? 16,5dan. 16,5 mingdan keldi. Onlar mı? Qancha tish bular o? Qo'zi. Qo'zilar. 2 tish. Qo'zi 2 tish derken ular bular. Aralashgan. Qancha beradi davo bozor? Hozirgi demekdir. Hozirgi deysizmi? Bo'lsa mayli albatta. Aka qo'ylarda qanchadan deyotasiz? 16dan tam bor. 16dan. Urg'och qo'zilari bor. Urg'och jalan bor. O'sha teng urg'och ekan tugunlar 16 mingdan deytna ko'ringizlar. Qancha so'rayapsiz aka? Ko'rgan. O'shani oling. Toza. Al toza, va uydan keldim. Mana aqsanlar aytib berdi. Qo'ylarda qanchadan deyotasiz aka? Qo'ydilar tamam. 18dan deyotasiz. 18dan qancha tish bular? Bular yaş ötüp kaldı. Yaş ötüp kaldı mı? Kaça beradi bozor? Bozor 16,5, 17 euro. 17,5 bo'ldi, qaraqma. Qo'ydi qancha dedi ota-saqa? 14 qo'zi u. Urg'och qo'z, ha? Urg'och qo'z ekan, bunlar 14 ming ottirma ko'rinadi. Qancha so'rayapsiz aka? Qancha? Aka qo'ylarda qanchadan deyotasiz? 18dan qancha tish bularimiz? 6 tish qo'ylar ekan, onlar 18 ming deydi. Qancha so'rayapsiz aka? 5-16 beradi-da bozor. Kashi. O qo'ylarda qanchadan dedingiz? 20dan deyapti, bo'pti. 20dan. Qancha tish bular o? 2 tish. Qo'zi. 4 tish. 4 tish ekan onlar. 4. Buna 2 tish, ha? Bu 2 tish ekan. Buna qo'zi dedingiz. Qancha so'rayapsiz aka? 18dan so'rayapti, bo'pti. 18dan mi? 18dan beryapti. Qo'ydi qancha dedingiz aka? Qo'ydi 22. 22? Qancha tish bu? 8. 8 tish qo'y ekan. Onlar 22 ming deyapti, ko'ringizlar. Qancha so'rayapsiz aka? 18. 18 so'rayapsiz. 18 beryapti bozor. Qo'ylarda qanchadan deyapsiz aka? 19. Qancha tish bular? 6. 6 tish qo'ylar ekan, onlar 19 ming deyapti qo'ylar, ko'ringizlar. Qancha so'rayapsiz aka? 8,5 beradi. Aka qo'ydi qancha dedingiz? 17. Qo'zi u. Urg'och qo'z, ha? Lina qo'z ekan, onlar bilan urg'och qo'z. 18 dedingizmi? 4 oylik qo'z ekan. Qancha so'rayapsiz aka? 15 beradi. 15 beradi. 15 beradi ekan, onlar bilan qo'z ko'ringizlar. Qo'ydi qancha deyotasiz aka qo'ylarda? 30dan kam bor, 4 tish. 2 tish, 4 tish qo'ylar ekan, onlar 30 mingdan kam oladi, ko'ringizlar. Qancha so'rayapsiz aka? 25dan. Qanchadan bularimiz aka? 12dan deyapti. 12dan. Qancha tish bular? 4 tish. 4 tish, 6 tish eshiklar ekan, onlar 12 mingdan deyapti, ko'ringizlar. Hozir kirib keltasiz aka? So'raylik bo'lsa kerak. Yo'q. So'rayapti, ondan so'radi bermadi. Undan so'radimi? Bu kun ondan so'rab turdi hech kim. Eko qarani. Farqini va? Eko qarani.
Bir çıktı. Nereden bunlar beni aldı? Bu koylar qanchadan qanaqa? 25 tane. 23, 25'te. 25 mi? Qancha aytish bular? 6 diş. 6 tish qo'ylar ekan onlar mana 25 dan. Pamirtova. Qaysi? Pamirtova. O qo'ylarni qanchadan dedingiz? 23'ten dedi. 23 dan. Qancha aytish bular o? 8. 8 qo'ylar ekan onlar 23 ming deydi ko'rdingizlar. Qancha so'rasizda optim bor? 18 yarımda. Aka qo'ylarni qanchadan dedingiz? 17. 17 mingdan keldi onlar shu qo'ylar. Qancha aytish bular aka? Qarı qo'ylar. Yaş o'tib qo'yapmi? Yaş o'tib qo'ygan qo'ylar ekan onlar 18 mingdan deydi qo'yingizlar. Qancha so'rashdi optim aka? 15 tane. 15 dan. 15 dan so'rabdi. Qo'ylarni qanchadan deyapsizlar aka? Qo'ylarda 14 tane deyapman. Tegiz ha? Ova. Tegiz 14 mingdan keldi. Onlar buna qo'ylar. Ko'ringizlar. Qancha aytish bular aka? Aka 30 kami bor. Qancha aytish? 8 tish. 8 mi? 8 qo'ylar ekan onlar 14 mingdan kelmoqda. Ava qo'ydi qancha deyapsiz? Qo'ydi. 20. Ne öyle kanal? Pamirtova. Pamirtova. 22. Qancha aytish? 6 tish qo'y ekan onlar 22 ming deyaptilar qo'ydi ko'ringizlar. Qo'z var mı? Qancha so'rayapsiz aka? Har qisir var. Qo'zlari qanchadan deyapsiz aka? 15 dan. 15 dan. Urg'och qo'zlari? Ne? Urg'och qo'zlar ekan onlar 15 mingdan deyaptilar qo'yingizlar. Aka qo'ylarni qanchadan deyapsizlar? 18-19 dan ketdi ular ko'ringizlar. Qo'ylar qanchadan deyapsizlar aka? Aka. 17 tane. Tegiz ha? Tegiz 17 mingdan keldi. Onlar bor ko'ringizlar. Qancha aytish bor? 4 tish, 2 tish, 6 tish. 4 tish, 2 tish, 6 tish qo'ylar. Oltunga qanchadan berishdi? Ha, Oltunga 16'dan. 16 dan berdimi? Qo'ylar qanchadan dedingiz aka? Birovniki. Qo'ylar qanchadan deyapsiz aka? 20'dan. 20 dan. Qancha aytish bular aka? 408 qo'ylar ekan. Ular 20 mingdan. Qancha so'rayapsiz? 17 dan so'rayapti. 17 dan 8 dan so'rayapti. Ko'rmaysan ondan. Pulingiz qancha deyapsiz aka? 20 deyapman. 20. Qancha aytish? 6 tish. 6 tish qo'y ekan, onlar 20 ming deyaptilar ko'ringizlar. Qancha so'rayapsiz aka? 10 so'rayapti ekan bular. Ko'tarma bersan tutalasizmi? Echki. 1 qo'ra. 35. Ya takani qancha dedingiz aka? 10 dedi. 10. Qancha aytish? Uloq bu. Uloq bu. Uloq ekan, onlar 10 ming deyaptilar shu takani ko'ringizlar. Ya baytusin be. Pamirtova. Echkilar qanchadan deyapsiz aka? 8. Mo 8 ha? Nimiz? Eni olammi? 20 enesi. 20 deyapti. Onlar bundan 8. Bundan taka aka. 8. Aka echkilar qanchadan deyapsizlar? Ana o. Dikkat et. Var. Echkilar qanchadan echkilar? Qancha? 8 mingdan mi? 8 mingdan keldi. Onlar takalar o'sha tushating ha? Ne ko takavu? Qancha? Takalar qanchadan deyapsiz aka? Chekadan aytib qo'ysangiz. 0 0 0 Qancha tishlar bular aka? Birta uloq ha? Qanday tutib o'tib ketaylik. Qo'ldan qo'yib berayin ala. Mashinaga jo'tdi. Al bor. Bak, keldi.
Qancha dedingiz aka? Echkini. 8 dört. 8. Qancha tish? Uloq ko'zi. 2 tishkin to'nlar buni. Bital ekan parodos to'nlar buni. Ko'ringizlar. Uloqlar qanchadan deyapsizlar aka? Uloqlarda 6000 dan deyapmiz. Egiz uloq bu. Nam bolasi o'xshaydi. Uloqlar 6000 dan keldi. Onlar egiz uloqlar ko'ringizlar. Bunda ene bola qancha deysiz? Oğlan Egiz 30 mi? yap, sura veresiz. Egiz menen 30 ming keldi. Onlar ko'ringizlar. Oldu aka. Echkiler sizga qarayapti yo'qmi? Qanchadan deyapsiz? 9000, 10000. 9-10 mingdan keldi. Onlar echkiler. Uloq aralash o'xshaydi. Uloqi yo'q. Qancha tishlar bular aka? 4 tish. 4 tish, 2 tish echkiler ekan. Onlar 6 tish. Pamirti aka. Aldık. Bu qo'ylar alindi aka. Ova uloq qancha deyapsiz? 12 dört. 12 erkek uloq ha? Ya eski bu. Echki yo'q. Qancha tish echki? Bizni tug'an echki ekan. Onlar 12 ming deyapti, ko'ringizlar. Qancha so'rayapsiz? 59. Echkilar qanchadan deyapsizlar aka? 35 dan. Ekoni 35 ming deyapti. Onlar bunday echkilar. Qancha tish bular aka? Takalar qanchadan deyapsiz aka? 22 de kem. 22 dan qancha tish bular? 22 mingdan kam bor ekan. Onlar 4 tish takalar ekan. O takalar kimga qaraydi aka? Qanchadan bular? 17 dan. Negiz 17 mingdan kam bor ekan. Onlar takalar. Qancha tish bular? 4 tish takalar ha? Bu Pamirtu aka. Nomeringiz bormi? Pamirtu. Ayting Batur aka. Nomeri qoldirib qo'yaylik aka. Uloq olsizlar. 502 17 04 97. Boshdan ayting aka. 502 17 04 97. Oldu aka. Buna uloqqa ayday turgan takalar ekan tuğanlar. 14 baş var ha? 14 baş var ekan tuğanlar. Tuğanlar uşumen bugungi bizden Boyachki bozor ayaqda turgan qanaqa qattiqliklar qattalib, like-dan basıp, videoni bölüşüp qo'yasiz tuğanlar.